Xo'sh. Sevimli kompotimizni bir ko'raylik-chi, nimalar bilan mashhur ekan aynan shu damda. Xo'sh. Stop. Tushunmadim. Hatto dron ham ishlamayaptimi? Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Tushunmadim. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Kompotman va yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, sizlar men qayerdaligimni tasavvur ham qila olmaysizlar. Yo'q, menimcha videoni ustidagi rasmni ko'rgansiz, shuning uchun bilasizlar. Men jin ursin uni ochiq dengizdaman. Bir haftadan beri do'stlar. Men bemalol o'zimni Robinson Crusoe bo'ldim deb ayta olaman, ana Robinson Kompot. Lekin men bu yerga baxtsiz hodisa tufayli emas, ba'zi bir ifloslarning ishini deb tushib qoldim do'stlar. Bilasizlarmi, biz hozir sizlar bilan dengizdamiz. Dengizda esa akulalar bor. Men akulalar qurshovida dengizdaman va mana bunaqangi qayiqdaman. Bu sizlarga bir narsani eslatyaptimi do'stlar? Menga bu qandaydir o'yin eslatyapti, lekin men u o'yinning nomini eslay olmayapman. Shuning uchun kim eslagan bo'lsa va meni tushungan bo'lsa kommentariyda iltimos yozib qo'yinglar. Menga rostdan qiziq. Qoldiringlar, bu o'yin qanaqa? Do'stlar, endi esa men sizlarga bir sirni ochaman. Men bu qayiqni, orolimni qoldiqlaridan yasadim. U yerda qolgan daraxtlardan bitta shu qayiqni yasadim do'stlar. Bilasizlarmi, bu yerda quyosh botib boryapti. Bu degani esa kechqurun bo'ladi degani. Kechqurun esa do'stlar, akulalar menga hujum qilishni boshlaydi. Bilmadim, menimcha ular har doim ham hujum qilishi kerak, lekin bu yerdagi akulalar faqat kechqurun hujum qilishar ekan. Kechqurun suv ostidan chiqib kelgan mahluqlar menga hujum qilishadi do'stlar. Xo'sh, basharamni qaranglar, hamma joyim sochlarim o'sib ketgan, kiyimlarim teshilib ketgan. Hali men ujitel millionerni do'stlar tasavvur ham qila olmaysizlar nima qilishimni, lekin hozir biz hech qanday jahlga berilishimiz mumkin emas. Chunki jahl chiqsa aql ketadi, aql ketsa biz bu yerda tirik qola olmaymiz va o'zingiz nima bo'lishini bilasizlar. Stop, oy qani. Do'stlar, oy yo'qolib qoldi. Faqat video olganimda biror narsa bo'ladi. Yo'q do'stlar. Oy shu yerda yelkan ortida ekan. Bilasizlarmi? Akulalar ko'rinishmayapti. Bu juda ham yaxshi do'stlar. Odatda video olayotganimda har doim bir narsa bo'ladi. Shuning uchun men video olishdan avval hamma kerakli zaruriy ishlarni qilib qo'yaman do'stlar. Xo'p, mayli. Bizga hech kim hujum qilmayotgan ekan, unda biz qayig'imizni asta-sekin ba'zi bir joylarini tuzatishni boshlashimiz kerak. Chunki menga o'tgan safar bu jinurgur akulalar hujum qilgandan keyin qayig'im ancha shikastlandi do'stlar. Yana undan tashqari 2 kundan beri shamol bo'lmayapti va men bir joyda qolib ketdim. Undan tashqari men eshkak olmabman do'stlar. Xo'p, mayli. Ketdik do'stlar. Stop. Do'stlar, mana do'stlar, akulalar jinursin meni tishlab olishdi. Xo'sh, asta-sekin do'stlar, sandig'ida og'riq qoldiruvchi dori bor do'stlar, mana morfin. Morfinimizda yetarli bo'ldi do'stlar. Og'riq qoldi. Endi esa bulardan yaramaslardan qutulish yo'lini o'ylashimiz kerak, lekin o'ylashga ko'p hojat yo'q. Axir menda sekin do'stlar. Menda kamon bor. Kamon bilan men hozir ularni naqd miyasini o'zingiz bilasiz nima qilishimni. Xo'sh do'stlar, unchalik katta bo'lmagan kamon bilan akulalar bilan PvP boshlandi do'stlar. Xo'sh, mana jinursun bularni. Menga hujum qilishadi bular. Bu yerda qanchadan birini suzishimdan qat'iy nazar do'stlar, aytganimdek bir haftadan beri deyarli 4 kun, 3 kun suzdim. Keyin esa do'stlar shamol shunchaki to'xtab qoldi. Men ham joyimda qolib ketdim. Xo'sh. Akulalardan qutulganimiz ekanmiz do'stlar. Endi men bu yerga narsalarni yo'q do'stlar, yaxshisi morfindan emas, oltin olmadan foydalanamiz. Chunki dorilarni har doim ishlatish zararli. Juda shirin oltin olmalar. Xo'sh, bilasizlarmi? Biz hozirning o'zida bir ish qilishimiz kerak, lekin jinursin. Shu yetmay turdi do'stlar. Ana endi yomg'ir tugashidan kutishga to'g'ri keladi. Vaqtni tez o'tkazish esa uxlash do'stlar. Men hozir do'stlar uxlayman va xayrli tun sizlarga. Bu nimasi? Men tush ko'ryapmanmi? Menimcha bu juda ham yaxshi tush.
Ey. Do'stlar, bu tush emas. Do'stlar, biz yerdamiz do'stlar. Buni qarang, tirik qolishimizga bo'lgan umid do'stlar hozirning o'zida osmongacha ko'tarildi. Bu yerda do'stlar yer juda ham ko'p. Xo'sh, bilasizlarmi, hozirning o'zida biz bu yerda yo'l topishimiz yoki bu narsa nimaligini men bilaman do'stlar. Buni faqatgina odamxo'rlar do'stlar bunaqa narsa qurishadi. Bu esa oldidan issiqlik taralyapti do'stlar. Demak do'stlar, bu yerda men o'ylagan ishlar bo'lgan. Do'stlar, kech tushyapti, tezroq narsalarni yig'ishtirishimiz kerak. Hozirning o'zida dengizga chiqishimiz kerak do'stlar. Yo'q, men bunaqangi yerda qolishdan do'stlar qo'rqaman.